Yaxshi insonlar o'zi qanaqa insonlar bo'ladi? Nima ish qilgani uchun ular yaxshi deyiladi? Savob qilish kerak, savob ishlar qilish kerak. Mashaalloh. Yomon odamlarchi? Nega ular yomon deyiladi? Nima ish qilgani uchun? Ular odamlarga yomonlik qiladi. Eng xafa qiladigan narsa nima siz? Men xafa bo'lmayman. Bo'lmaysizmi? Nega? Xafa qilsa ham xursand bo'lib o'tiraman. Kimni ko'p sog'inasiz? Ayizlam? Ularni esla olasizmi? Qanaqa ayol edilar? Chiroyli, Ota-onani narxi yo'q, a? Yo baholasa bo'ladimi nima degan? O'zingiz ona bo'lganingizda qanaqa farzandlaringizga qaragan bo'lasiz? Nima qilgan bo'lasiz? mehribon bo'lgan bola. Odamlarning nimasi yo'qolib ketgan hozirgi kunda? Eng yo'q narsa nima odamlarning ichida? Mehr-oqibat. Hozirgi ko'p odamlar shaytonning yo'lidan yuradi. Sizni pulingiz ko'p bo'lsa nima qilasiz? Nimaga ishlatasiz? Odamlar yaxshilik qiladi. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Doktor, Kambag'al bolalar kelsa, otasi onasi yo'q bolalar kelsa, ularni tekinga davolab qo'yasizmi? Nega? Siz majbur emassiz ularni davolab qo'yishga. bir xil sharoit yetmasligi mumkin. Ularga yordam berganingizdan keyin nima bo'ladi? Nima mo'jiza yuz beradi? Savob yoziladi. Savob yoziladi. Odamlar o'zi nimaga dunyoga kelishgan? Savob ishlar qilish uchun yarashgan. Voy mashaalloh. Bularni kim o'rgatgan sizga? Ayizlarmi? Buvingizlarmi? Kim o'rgatgan? Dadamlar. Dadangiz o'rgatgan. Mashaalloh. Nima degingiz keladi ular ko'rsangiz? Rahmat aytgim keladi. Meni yaxshi tarbiyalaganlar uchun. Hozir yaxshi odamlar ko'pmi o'zi yomon odamlar? Yomon odam. Qanaqa bo'ladi o'zi yomon odamlar? Nima ishda qilishadi ular? O'g'irlik qiladi. Yana Birovlarni mensimaydi. dadasi bor qizaloqlarga nima degan bo'lardingiz? Dadasiga quloq solmaydigan qizlar. Qadriga yetishini aytadi. Qadriga yetishsin dadasi. Ko'p yonida bo'lsin, aytganini qilsin. Dadasiga mehribon bo'lsin. Dadangiz haqida gapirib bera olasizmi? Yaxshi, mehribon. Odamlar yaxshilik qiladi. Sizga aytadigan eng ko'p gaplarni qaysi edi? Sen yaxshi ko'raman. Oxirgi marta qachon ko'rgansiz dadasini? Onamlarga ko'rdim. Keyin dadam bizga hammamizga marojna olib keldilar. Men ko'rmadim. Oltmish kabutar, ular bir kun ucharlar.